Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar nihoyatda yaxshi. Doim Sharoitlari yaxshi. Muomalalar juda yaxshi. Ovqatlari qalay? Ovqatlari qalay? Ovqatlarga gap yo'q. Dorilar dorilar vaqtida berilyapti, ichilyapti. Kunda xod qilinadi. 2-3 marta kirishadi, so'rashadi. Ham qon bosimlarni o'lchashadi. Rahmat. O'zi nima shikoyat bilan keluvdingiz? Shunaqa boshqa klinikalarda yotib bunchalar men ezobni, ehtiromni ko'rmaganman, to'g'risi. Nima muammo bilan keluvdingiz o'zi? Nima bo'ldi sizga? Men shu ko'krak saratoni bilan keldim. Jigarda kista bor ekan. Shu davolanyapman. Ancha o'zgarish bor. Bugun 6 kun bo'ldi. Yashasam. Juda yaxshi. Xudo xolasa do'pposlik qilamiz-da endi. Birinchi uziy qog'ozingiz bilan 10 kundan keyin yana bitta uziy qog'oz solishtiramiz. Shu nezi kistingiz kichrayagani, misol uchun shu bezingiz kichrayganini yoki so'rilganini ko'ramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qilibsizmi? Siz kasalga o'xshamas ekansiz. Siz kasalga o'xshamayapsiz. Hamma shuna. Yo'q, davogingiz atela kelyapti. Hamma shuna deydi. Nima kasal bilan keldingiz deydi. Nechiga kirdingiz deydi. Ha. 70 dan oshdim deyman. 74dan 75 ga qadam qo'ydim o'g'lim. Men to'g'risi, mana sizlarning o'zingizlar yozinglar. Men sizni 55-60 orasidagi ayol deb o'yladim, to'g'risi. Ko'rinishingiz yosh ekanda, o'zingizga yaxshi qaragan ekansiz-da. Odam o'zini ham sevishi kerak. Xo'jayinni ham sevasizmi ish qilib? Yaxshi. Ha, o'shuning uchun-da ayol erkak bir-birini sevsa, shunaqa yosharib yuraveradi. Endi chol rahmatli o'tib ketdilar, nihoyatda kaflarda ko'taradilar. Boshlariga chiqarmoqchi edilar. Yo'q, yiqilib tushaman boshdan dedim. Kaftingizda yuravering dedim. O'sha ko'tarmay qo'yganlar uchun mana shunday bo'lib qolibsiz-da. Endi xudo xolasa mana xalqimiz ko'ryapti. Hech nimada odam hech qachon tushkunlikka tushmaslik kerak. Asabni ehtiyot qilish kerak. Har qanday sharoitda ham. To'ppa-to'g'ri. O'ti uchun ham yashash kerak inson. Albatta, hozir o'ynab kulib, yashnab yashaydigan paytingiz hozir. Albatta. Shuning uchun o'ylamay umuman bunaqa narsani. O'ylamayman. 10 kundan keyin otdek bo'lasiz, xudo xolasa. Birinchi mana shu dardni diagnoz qilib, saraton raki deganda shunday bir tushkunlikka tushdim. Keyin aytdimki, bundan mendan battar odamlar bor-u. Ularni oldida men kim bo'pman? Xudo xolasa yaxshi o'tib ketaman deb niyat qildim. Yashang. Bundan battar bo'lishi ham mumkin edi. Mana hozir holatingiz zo'r. Bundan ham battar bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Endi o'rtoqlar ikkita gul qarz bo'ldik. Siz qachon ketasiz endi? Menmi? Ha. Yo, hozir bu singiz 10 kundan keyin. 10 kundan. Ha, sizga ham 10 kun ekanda bo'lmasa. 15 kun. O'sha 6 kun bo'ldi bugun. Ha, 6 kun bo'ldi. Ya'ni 9 kun bor, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. 10 kundan keyin ikkita buket. Hamshiralar ham juda yaxshi hamshiralar. Ha. Tez kirib qarab turishadi. Yaxshi, nihoyatda. To'xtang. Nima bu qizni nima qilmayman? Qo'qqaningizdan gapirmayapsiz, ish qilib. Yo'q, bu qiz bir marta kirdi. Ha. Shu o'tib ketyapti, xola yaxshimi so'rashib ketdi. Har doim so'rashadi o'zi. Yaxshi qizda. Keyin aytadi, nima, sizni 74 ga kirgan demaydi hech kim deydi. Haqiqatda hech kim ishonmaydi. Ha, tishlaringiz butun, qarang, ko'rinishingiz yosh. Tishlar davlatniki o'g'lim. O'zingniki emasmi? Ya, nima bo'lsa ham-da yoshsiz. Sho'xsiz, yoshsiz. Sirdosh qo'ymay kelasi ham protes. Uni kesib tashlaymiz. Yo, живой deyvering. Shu davlat qilib berdi buni ham. Zo'r ko'st emas. Endi xudo xolasa tillo qilamiz, hammasini. Hammasini tillo qilamiz endi. Yo'q. Shunisiga shukr, boriga shukr, o'g'lim, tillo ham bo'lgan. Yo'q, endi hammasini tillo qilib, lekin kulib yuraverasiz, o'zingizni o'z kulgingiz kelaveradi-da. Yo'q, shundan yaxshi kulib yuribdi. Har doim charchaman. Ayollar ko'st emas. Endi sizga o'xshagan mana bemorlar bor, jigarida kistasi bo'lgan yoki shu ko'kragida muammo bo'lgan ayollarimiz bor, onalarimiz bor. Tavsiya qilaverarkanmisiz? Kelishaversinda bemorlar aytaverasizmi? Nima deb? Shunaqa kasali borlar, kelaveringlar bemalol, mana men davolanyapman. Albatta aytaman, albatta. Xudo xolasa yurtga chiqib beraman men o'zim nimamni. Qayerdan keldingiz o'zi? Farg'onadan, Marg'ilon shahridan. Ha, yashang. Biz ham Marg'ilondanmiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin, shifo berakani rost bo'lsin. Xudo xolasa 9 kundan keyin ko'rishamiz. Do'pposlikni ko'rsatamiz odamlarga. Hozir 6 kunda natija zo'r bo'lsa, 10 kundan keyin yana ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. To'g'rimi? Bir chiroyli qilib duolaringizni olamiz. Sizni bir xursand qilib ketishga harakat qilamiz. Kelishdingmi? Umringiz ziyoda bo'lsin. Onajonimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Ilohim onalarimiz hech qachon kasal bo'lmasin, chunki sizlarga ham ishlaringga rivoj bersin, baraka bersin. Umrlaring uzun, rizqlaring ulug' qilsin. Amin. Kasbkorlaringga, jamoalaringga Alloh
tana sihatli, tuman boylik, keyin tez ketmas davlat so'rayman. Amin. Oila a'zolaring baxtiga, farzandlaring baxtiga hamisha sog' bo'linglar. Dillaringda, tillaringda nimaki niyatlaring bo'lsa, niyatlaringni Alloh ijobat qilsin. Farishtalar amin qilsin. Hamisha sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda yana uchrashishni nasib bo'lsin. Allohu akbar, rahmat. Shifo bersin. Hech qachon kasal bo'lmang, salomat bo'ling. 75 ga kirganlar xastada yuribdi. Qarang, oyoqda yuribsiz. Eng qizig'i, shuning uchun o'chmaga kuch-quvvatni hech qachon ketib qolmasin, bo'ptimi? Kelishdingmi? Yo, aytishadi nima? 75 ga kirib, shu dadil yuryapti. O'shani aytyapman-da, xastada yuribdi, 60 ga xastada yurishibdi. Siz 75 da qarang, qanday tetingiz. Hammaga aytaman, asabni Ehtiyot qilinglar. asabni asrang. Tushkunlikka tushmang har qanday sharoitda ham. Albatta. Har qanday sharoitda. Bu kasal qiladi. Asab kasal qiladi birinchi o'rinda. To'ppa-to'g'ri. Hamisha xushchaqchaq yurish kerak. Rahmat. Salomat bo'ling. Ona shifo bersin. 10 kundan keyin xudo xohlasa ko'rishamiz. Charchamang, salomat